Trigonometrik ifodalarga doir yuqoridagi savol yechimini ko'rib chiqamiz. 48 tangens kvadrat x plus 625 kosinus 6 daraja x ifodaning eng kichik qiymatini toping deyapti. Demak, biz bu yerda kosinus kvadrat x ni 1/1 plus tangens kvadrat x deb belgilab olamiz. Ifodaga keltiramiz va tangens x ni t deb olsak 48 t ning kvadrati plus 625 ko'paygan kosinus 6 daraja x. Kosinus 6 daraja x teng bu kosinus kvadrat x ni kubiga teng. Kosinus kvadrat x ni o'rniga ham 1/1 plus tangens kvadrat x ni keltirib qo'ysak, shuni qavs kubi. Ya'ni 1/1 plus tangens x ni o'rniga t ni qo'ysak, t kvadratning kubiga. Teng shu ifoda qaniydir f t bo'lsa, eng kichik qiymatini topishimiz uchun f funksiyadan hosil olib 0 ga tenglashtiramiz. Ya'ni f t barobar 48 t kvadratdan hosil 96 t plus 625 ko'paytirilgan 1/1 plus t kvadratning kubidan hosil olsak minus 3 ko'paytirilgan 2t taqsim 1 plus t kvadratning 4 darajasiga teng 0. 0 ga tenglashtirsak, hop plus minus minus bo'lib 96 t barobar 625 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2t taqsim 1 plus t ning kvadratining 4-siga. Tenglikni ikkala tomon 2t ga bo'lib yuborsak 48 teng 1875 taqsim 1 plus t kvadratning 4-siga. Bundan 1 plus t kvadratning 4-darajasi teng bo'ladi 1875 taqsim 48 ga. Surat mahrajini 3 ga bo'lib yuborsak 625 taqsim 16. 4-darajaga ildiz olsak, ya'ni bu 5 taqsim 2 ning 4-darajasiga teng. Darajalarni tashlab yuborsak 1 plus t ning kvadrati teng 5 taqsim 2 ga. Bundan t kvadrat teng 3 taqsim 2 kelib chiqadi. T kvadrat teng 3 taqsim 2. Endi o'rniga keltirib qo'yamiz. f t barobar, ya'ni 48 ko'paytirilgan tangens kvadrat 3 taqsim 2 plus 625 ko'paytirilgan 1 plus t kvadratimiz. Shunda 1 taqsim 5 taqsim 2 ning kubiga. Bu ham teng. Bu bilan qisqarsa 24 ko'paytiramiz 72 plus 625 ko'paytirilgan 8 taqsim 125. Bu bilan qisqarsa 5 bo'ladi. 72 plus 40 qo'ysak 112. Demak, ifodaning minimum qiymati, ya'ni f minimum teng 112 ekan. To'g'ri javob C variantda.